Shohist opa, yaxshimisiz? Yo, uzilib qolib, o'ynab ko'rindi. Az tursinchi, ko'ramiz. Mehroza. Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshimisiz? alaykum. Qalaysiz opam, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tashakkur, rahmat. Nima yangiliklar? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ko'rdingizmi? Nima deysiz? Sizga jo'natgan g'oyani ko'rdingizmi? Nima deysiz? Endi shu g'oyani men ham beraman-da, sizdan oldimku. Aytdingiz-ku. Shu yerdan ketadi. Bo'ldi, aytgan bo'lsam bersangiz bo'ldi, naqadar xursand bo'laman. Yo, hozir analiz qilaman. Yaxshi? Aha, Yaxshi. xo'p. Yaxshi zonalar. Xo'p. Xo'p, boshlaymiz efirda. Sizlarga analizni kim ko'ribdi? Assalomu alaykum Jasur aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz qanaqasiz? Yaxshi. Nima gap deyman? Nima qildingiz aka, tilloni o'qib? Yo, zonalarda ishlaganini ko'rdingizlarmi? Qaysi narxlarda ishlaganini? Yo, e'tibor bermadingizlarmi? Ishlab oldimmi? Hajilayev Javlon aka, nima gaplar, brat? Xo'p, oddiy qilib aytaman. Birinchi navbatda qachon kelganda analiz? To'g'ri tekshirib chiqinglar. Aytganman-ku, ixtiyoriy paytda tekshirib chiqinglar. Nima deyilgan mana shu payt? Necha turasiz? 1-iyul kuni aytilgan bozorda. Bunisi emas. Mana bu zonalar berilgandimi? Ha? Boradi. Bu zonadan katta, ikkinchi zonadan doim katta qulash bo'ladi deyman. E'tibor beringizlar. Oxirgi berilgan zonada nima deb yozilgan? Shohruh aka, shu zona buzilsa nima bo'ladi deyilgan? Bay. Shu zona buzilsa, shunga tez bo'lib impuls bilan bay deyilgan, to'g'rimi? Aha. Shunaqa aytilganmi? 4035 dan uchamiz impuls bilan deb aytilgan. Endi ko'ramiz. Hozirga pasaydi. Endi ko'ring. 4000 qaniki biz analizimiz. Ya, qidirgan payt analiz ham chiqmaydi bu-ku. Mana bu necha zona? Xuddi shu sizlarga qilib berilgan analiz. Mana shu analizdan bo'ling. Shu zona buziladi. Mana bir so'qida buzildi. Shuncha aytaman. Efirga kirish kerak, eshitish kerak deyman. Nima qildi mana bu sham? Shohruh aka, Muslim aka, Abdulloh aka, nima qildi mana shu sham? Buzdi. Qo'lni buzib o'tdi. Test qayerga bo'ldi? O'sha chizgan zonangiz. Boshqa joyga bo'ldimi? Ha. Yo'q. Qayergacha borish kerak edi? Mana shu oxirgi nimada? Oxirgi borish kerak bo'lgan nuqtai aniqmi? Aytilgan zona. shunday. Birinchi zona bo'ladi. Men e'tibor bergan bo'lsangiz, doim birinchi zona ham atkat deyilgan, to'g'rimi? Har doim aytaman. Birinchi zona atkat bo'ladi, ikkinchi zona impuls bo'ladi deyilgan. Birinchi zonada atkat bo'ldi, bo'lmadi emas, bo'ldi, lekin biz xohlaganda emas. Chunki bu bozorda o'zining qoidasi bo'yicha atrabotga juda ham yaqin bo'lib qoldi. O'shaning uchun atrabotga tez berib impuls bilan chiqib ketdi. Lekin bozor buzib o'tgandan keyin juda ham idealni buzib o'tdi. Hay buzildi. Impuls bilan buzildi. Kim bitta qo'ygan unutmaydilar. Bozorda zonasi bor-ku, mana zapsib qo'yapman. Bozorda zona impuls bilan buzildimi, u zonaga qaytib kirmaydi. Kim tushunmadi shu gapni? Kim tushundi ma'nosini? Kimni savol bo'lsa bemalol mikrofon yoniq, gapiraveringizlar. Kim ma'nosini tushunmadi, shuni mazmunini? Assalomu alaykum, Jasur aka, yaxshimisiz? Haj aka, nima gaplar? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingiz tinchmisizlar? Bo'ladi, rahmat. Ko'pchilik hozir jumada bo'lganligi sababli
efir zaps bo'lyapti. Sizlar uchun zaps tashlab beraman. Bo'ladimi? Bemalol yana eshitib ko'rsalaringiz bo'ladi hammasini. Bitok nima qildi bitok? Qani bitokchilar? Nima deyiladi? Zona H1da buzib o'tadi, Retes yechiladi. Buni manazini ko'rsataymi? Qaysi payt bo'lgan? Bitok qayerda turgandi? Bu bitokda katta analiz-ku, kichkina analizni tashlab oldim. Saytdagilar sizlarga tashlavdimmi? Hozir men saytimni ochib olay. Kimga tashladim bu analizni? Mayli. Lekin bolalarni so'ravdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Xuddi bu ham tilladagi analizda bir xil harakat o'rladi aka. Yo'q, g'oya bitta edi-da. O'shaning uchun. Hozir mana buni o'rgatilgan, ya'ni fikrlashni kim tushunmadi? Zona impuls bilan buzilsa, hech qachon buzilgan zonani bozor ichiga qaytib kirmaydi. Tushunarli? Hamma tushunib? Chunki zona impuls bilan buziladi. Impuls bilan buzilgan zona test zona sifatida qo'llaniladi. Nimani? O'sha zonani o'zidan ketgan test qilib demoqchi edim. Zonaga yana qaytib kelgan-ku. Yo'q, qaytib keladi, buzmaydi. Ichiga kirib olmaydi. Mana bu zonangiz bor-ku, bu zonani ichiga kirmaydi opa. Tushundingizmi? Qaytib kirmaydi. Ichiga kirmaydi, shuni o'zidan impuls olib ketadi. Sizlarga aytganman-ku, nimaga e'tibor bermadingiz? Abdulloh aka bu yerda qani bizda shogirdlar ham kirmabdi ko'p yo'qda. Mana bu model kimning esida? Bu model kimning esida, Abdulloh aka? Eng yaqin demantdan harakat o'rlatdi. Zonasida, atrobotka zonada. Atrobotkada nima bor edi? Mana bu nima bu? Tam Zonami? Base bor edi, base. Base bor edi. Bu zona qancha aka? 1600 punkt ketdi aka. 1640 punkt. Toza qiniq. Lekin bizda tekimiz shu xayr o'zi bo'lsa ham normalmi? Chunki bizda zonadan olsa doim haydi buzadi. Qoida, oltin qoida. Xo'p, lekin ishlariga rahmat. ko'pchilik shundan foydalanmaydi-da. Aytiladi, tushuntirib o'tiladi, lekin ko'pchilik foydalanmayapti-da. Nima qilsam foydalanasizlar, aytinglar. Nima qilsam foydalanasizlar shu zonalarda? Ha? Ya o'zimizdek ochib beraymi? Bilaman. Kanalingizga aka buy no full deb tashlang. Aka ovoz kelmayapti. Xo'p, gapiringizlar. Aytingizlar, qaysi birini ko'ray? Nimani analiz qilib beray? Faxriddin aka. Shu tillarni qilib bering aka. Tillanimi? Tillarni qilsam efir tez tugab qoladi. Birinchi boshqa parani qilib bermang. Bo'ldi, boshqa parani ham qilib bering. Tez tugamasini. Aka neftga qarab olasizmi, neftga? Neft bo'ladimi? Xo'p. Neft qilamiz. Belgilan zona. How USD belgilan. Zona bozilsa impuls.
eshitaman. Boyagi maksimum minimum impuls bilan buzsa ichkariga o'tmaydi dedingiz-ku. Xo'p. O'sha faqat katta time frame yoki kichkina time framelarga taalluqlimi? Bumi? U faqatgina H1 dan kattasiga taalluqli. Bo'ldi, tushunarli. O'z uchun tushunib oling bo'ldi. H1 dan katta bo'lsa ishlatasiz, buni ishlatmaysiz. Ha, hop. Yana zona beraymi? Nima qilay? Polni zonalarni aytayin. Sizlar uchun. Mesela aktivda bitta chiroyli qilib yoqaylar, hamma aktivda chiroyli qilib yoqib bersin. 140 kishi ko'rgan, 138 kishidan bo'lyapti hozirda. Reaksiyalar bosamiz. Qiziqtiramiz, kayfiyatni ko'taramiz birinchi, keyin efirlarni boshlaymiz. Bugun sizlarga scalp zona ham aytaymi bitta? Ha? Nima qilganlar? Dam. Gapirib tashlamaysan. Kimdir menga signal berayim deb aytsa, men aytaman, bering deyman. Lekin sizlar hammalaringiz jim o'tiribsizlar. Xo'p. Jasur aka, Eshitdingmi? Toshkentga offline kursiz boradi hozir. Offline bittagina joyim qolgan, bitta odam yozilganda o'zim. O'zi ikki kishi olamiz, bittasi zayn bo'lgan. Yani 13'gami 4'ga ochiladi. Nabod bermayman aka, chunki nabod berishga guruh o'qitmayman-da. Men individual o'qitaman. Ha, o'zimga yozib qo'yaveray. Yozib qo'yaman aka. O'zimga yozib qo'ying, gaplashamiz aka. Xo'p, biz bozorda ochdik. Bozorda ochganda birinchi nimalarga e'tibor beramiz? Men sizlarga gapirib analiz beraman. Bozorda ochgan payt bozor nima qilganiga e'tibor beringizlar. Bozorda откazный narxlar bor va impulsniy narxlar mavjud, to'g'rimi? Shunaymi? Yo boshqacha narxlar ham mavjudmi sizlar bilasizlar? Nima deysizlar? Aka bitta savol bor edi. Ayting qani. Bank holiday bor-ku bugun, shunga kechgacha ishlaydimi bozor yo yopilish ehtimoli Yo, bor? axir yopiladi bugun bozor. 10larda ham yopilishi kerak. 10-11da yopiladi. Ha, rahmat. Xo'p, bozorda tushuntiraman. Bozorda откатный zonalar va impulsniy zonalar mavjud edi. Bizda e'tibor qaratishlaringiz kerak. Bizda bozor nimadan kuch oldi? Kuch olgan nuqta bizda SNA zona, ya'ni kuchli support zonadan kuch oldi. Va support zonadan kuch olganida bizda bozor qanaqa holatda kuch oldi? Kim e'tibor berdi? Ha? Kim e'tibor berdi? Zonaga e'tibor bering. 1 2, 3, 4, 5, 6 ta sham отказ qildi, to'g'rimi? Ya'ni bu отказ degani nima deyiladi? Ya'ni отказ degani откazning aktuali bor, aktual bo'lmagan holati mavjud. Zona aktual bo'lganligi sababli buni daily time frame'da juda ham ko'p откazlarni ko'rishimiz mumkin. O'zi ikkita откazdan keyin bozor bay ekanligi aniq bo'lgandi. Nima uchun deganda, bozorda bu qaysi time frame edi Yusupov? Daily time frame edimi? Mana bu kunlik time frame zonasi, to'g'rimi? Xo'p, endi e'tibor bering. Bu yerda muhim narsa fikr, ozgina pasaytirdim. Gapirayapsiz. Muhim narsa bu yerda e'tibor beradigan jihat qanday zonani oldi? Birinchi savol. Bizda navbat support zonani oldi. Support zonani olishi bilan birinchi qaysi shamga burdi? Mana shu ikkitalik shamga burdimi? Ha? Shu zonani kelib urdi. Nima? Hay xuy deb turinglar, o'zim gapirmang. Bironta rasm qo'yib qo'yaymi? Zonani kelib urganda e'tibor bering. Birinchi qolib ketilgan zonasi nima edi? Bu yerda RBS zonani qoldirdi bozor. Ya'ni kuchli откaznoy zonani отказ qildi. Zonani kelib olgandan shunga borib urdimi? Variant. Pastdanmi? Bilmadim yoki. So'rash kerak. Bo'lsa oladi. Ha, o'sha yaxshi. O'zi chiqamiz fursatda. Zonani olgandan kelib urdimi shu zonaga? Ha? Yo'q, xos. Zonani kelib urmadi. Men nimani tushunib yetdim bu yerda. Demak, zonani kelib urmagandan so'ng
Ya'ni bozorda o'xshashlik shakllanadi deganman, to'g'rimi? Ya'ni bozorning o'xshashligi bor. Ya'ni zonaga kelib urgandan oldingi ish ham qanaqa edi? Bitta qizil urdi, ikkita bay bilan chiqib ketdi. Ikkita bay bilan chiqib ketib zonani urib olmadimi? Siz tushuning. Ikkinchi marta shakllanadigan holatida bor-ku, xuddi shu zonaga. Ya'ni ikkita testdan keyin chiqib ketadi bozor. Men sizga tushuntiraman. Bu degani nima? Sizda kechagi bozor impuls ekanligini qayerdan bilindi va nima uchun o'sha zona buzilgandan keyin borishini tushuntiraman. Zonaga kelib urdi, ikkinchi qizil sham, e'tibor bering, yashil sham test va undan keyingi sham borib ura olmadi. Siz tushunib yetishingiz kerak. Birinchi qizil sham kelib urdi, ikkinchi sham ham tegib urdi, uchinchi shamning vazifasi zonani borib urishi bo'ladi. Ya'ni e'tibor qarating. Bozorda kecha qilgan ishi. Bozor qachon borib urdi shu narsani? Xuddi shu ketlikdan keyin borib urdimi? Ha? Masalan, shu ustida, ya'ni ungacha bo'lgan zonalar doim likvid sifatida foydalanadi. Ya'ni hujum qilinishi kerak bo'lgan nuqta vazifasini bajaradi. Bizga zona kelib urilgandan keyingi holat mavjud. Ya'ni zonani kelib urgandan so'ng bozor perixay qildi. E'tibor berdingiz-a? Eng kerakli joyi. Perixay qildi, lekin bozor qayerda yopildi? Zonada yopildimi yo zonadan pastda yopildimi? Ha? Qayerda yopildi? Pastda. Zonadan pastda yopildi. Menda birinchi tasdig'i nima bo'ldi? Zonadan pastda yopilganligi hammani tasdig'i sel bo'lsa, menda zonadan pastda yopilganligi ertasi kuni bozor yana manipulyatsiya qilib o'sha zonani yangilaydi. Tushundingizmi? Ya'ni hamma bu yoqda sel kutib turgan holatda men ertasi kuni ham bay ishlab chiqib ketaman bu yerda. Ya'ni bozorda qarang. Asos bor yerda. Asos nima? Bozor yopilganda kun qayerda edi? 124 ta yopildimi? Asobek Odilbek. 4124 ta yopildimi? Mana belgilab qo'ydim. Aha. Ko'rinyapti. Yopilgan vaqtda e'tibor bering. Bozor borib tanani olgandimi? Yo'q. Qizil nuqtani. Manda ertasi kuni bozor ochilishi bilan impuls bilan tanaga borib hujum qiladi. Ya'ni nima uchun? Bozorda doim bitta narsani tushuningizlar. Price degan tushuncha bor. Ya'ni price bu bozorning aktual narxi. Doim kun yopilgan vaqtda qolib ketilgan aktual narx ertasi kuni hujum qilinishi kerak bo'lgan nuqtani belgilaydi. Ya'ni o'sha kuni kecha bozor yopilmadi. Yopilgandan keyin bozorning ertasi kuni bozor ochilgandan so'ng birinchi maqsad sel bo'lmaydi, atravotkani ishlatmaydi. Chunki kun davomida bir necha kundan buyon buni yechib borib olmaganligi sababli ertasi kuni shu nuqtaga hujum qiladi. Endi e'tibor bering, bozor ochildi, to'g'rimi? Mana bozor ochildi. Ochilgandan so'ng bizda bu nuqtaga hujum qilish uchun nima bor edi? Sizlarga ana order blok PVG emas, ha? Nima bor edi? Birinchi navbatda qolib ketilgan engolfin bor edi. Bozor engolfin zonani oldimi? Ha? Zonani oldimi? Endi maqsadga o'taman. Zona olindi. Endi qarang. Bu yerda qanday fikrlaysiz? Kun yopildi. Kun yopilgandan so'ng o'sha kunni o'zida bozor borib aktual narxini olmadi 4156 ni va o'sha kun yopilmasidan oldin bozor o'ziga eng yaqin bo'lgan R5 zonani oldi. Necha xil fikrladim? Shu zonani o'zida 3 xil fikr aytdim, to'g'rimi? Zona olingandan so'ng men tushunib yetamanki, ertasi kuni bozor atkat bermasdan shu zonaga borib hujum qiladi. Kim tushunmadi? Kim tushunmadi? Yusupov. Tushundingizmi? G'oyani. Tushunmagan bo'lsangiz aytsa, so'ring. Ozgina aytmay qoldim. Nimani? Aktual narxlarni tushunmadingiz, siz uni hali o'tasiz. Aktual narx men saytdagilar tushunadi. Nima uchun? U joylari bor. Endi e'tibor bering. Kun ochildi, e'tibor beramiz. Kun ochildi. Birinchi maqsad qayer bo'ladi dedim. Qolib ketilgan narx bo'ladi dedim, to'g'rimi? Bozor borib qayerda oldi? Narxini oldimi?
shu narxda borib oldim. Bozor 4124 dan 4156 ga hujum qilish kerak edi. Aniq. Chunki kun yopiladigan vaqtda o'ziga kerakli bo'lgan narxlarni ishlatib bo'lgandi bozor. Ya'ni bozorda eng muhim narsa ssenariy to'g'ri tuzing. Endi qanday ssenariy bo'lishi mumkin bo'ladi? Bozorda 84 ta narx bor bozor. Bir break qilgan. Bozor break qiladi, to'g'rimi? Birinchi asos. Xo'p. 84 time frame. 84 time frame da o'ziga kerak bo'lgan narxda oldimi bozor? Oldi. Oldi, mana qarang. O'sha daily ishini qilib bo'ldi. Daily'dagi tanani narxini olib ketdi. Daily tananing ichidagi 84 narxini ham oldi. Qolib ketilgan narx mavjudmi? 4136. Bu qoldi, to'g'rimi? Bunga qachon keladi? Qachon keladi? Savol tug'iladi. Hozir ketma-ketlikni tushuntirdim. Qachon keladi deb aytdim. Olgandan keyin keladi hozir menimcha. Qotib aka. Yo'q, men hozir tushuntirdim-ku. Har bitta narxda harakatini aytdim, to'g'rimi? Qanday narxda atkaz qilsa, qaysi narxga hujum qilishini tushuntirdim. Qisqacha ma'lumot sifatida. Hozir bozor birinchi yuqoridagi narxda olmi? Bozor olgan narxi qanday narx edi? Resistance zona edi, to'g'rimi? Resistance zonani oldi. Bozor bizda qolib ketilgan RBS, ya'ni sapr zonaga hujum qilish uchun nima qilish kerak edi bizda? Nimadir qilib berish kerakmi? Qilib berish kerak. H1 time frame da bozor qanday holatda bordi? Bozorda endi o'qishni tushunamiz. Ya'ni o'qish eng kerakli joyi. Bozor borib urganish ham qaysi? Shumi? Sham borib urdi. Bir impulsni sham. Mana shu shamni e'tibor bering. Undan keyingi kelgan baysham shuni soyasini atkaz qildimi? Yo'q, qilmagan. Endi men fikrlayman. Nimani fikrlashim kerak? Mana shungacha bo'lgan jarayon qaysi shamni ichida harakat qilyapti? Bitta bir sotli shamni ichida harakat bo'lyaptimi? To'g'rimi? Abdulloh aka, bitta sham ichida harakat bo'lyapti. Men shu narsani tushunib aytamanki, bozor qachonki, urg'u beraman, qachonki mana shu shani atkaz qilgandan so'ng bozor 4147 ga tushadi. Nima uchun? Sabab ya'ni bizda impulsni sham shakllangandan so'ng shu shamdan keyingi kelgan sham bu narxda atkaz qilsa, ya'ni bu degani urgan shamni bozor bitta korreksiyadan so'ng, korreksiya bo'lishi kerak. Korreksiyadan so'ng bu narxni bitta bussa va shuni ichidan keyingi berilgan struktura aktual struktura deyiladi va kelish kerak bo'lgan nuqta aniq bo'ladi. Tushundingizmi? Tushundik. Kim tushunmadi? Lekin o'shani Jasur aka, o'shani impulsni shamni atkaz qilishi birinchi atkaz qilishidan oldin mana bu SBR nuqtaga kelsa, uni o'sha atkaz qilishini qiziq qolmaydi. Qilishidan oldin kelib ketsa. Yana bitta o'xshashlik o'rgataymi sizlarga? Yana bitta zo'r ma'lumot o'rgataymi? Qarang, ma'lumot sifatida foydalanasiz. Mana bu impuls shakllandi, to'g'rimi? Va korreksiya berdi bozor, to'g'rimi? Yaqinlar. Shu impuls nimaning ichida bo'ldi? Bitta shamning ichida bo'ldi, e'tibor beringizlarmi? Ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa sham shakllandi. Bozor baribir hayini olishi kerak, buni hayini yechadi hozir borib. Hamma sel kirgan, ko'pchilik sel kirgan, lekin bu shamni yechish kerak bozor. Savolni to'g'ri berishni bilmayapman-da, har gapni gapirib qo'ymay deb. Uni kelgan paytingiz berasiz. Undan ko'ra analiz beray ham baribir. Bitta savol bor edi, shu yerda aytib o'tgita. Mana bu relay base borku. Ayting. Shu relay base ketaverishim mumkinmi? Ha, mumkin. Chunki bir ikkita base qildi menimcha shu yergacha. Yo'q, bunga 3 paga tanlanadigan ekan. Boshidan qarab keldim o'zi.
Mana bu aksiyasi o'tirib, endi bu bilan. To'g'ri? Bu bilan. Hali testini bermadi lekin o'shanni testi 68 ga bo'lish kerak edi lekin bitta. Ana shularga bitta tushib berish kerak edi o'z ustiga. Keyin qo'shilib olsa bo'lardi teskarisiga bitta. Xo'p, undan ko'ra sizlarga baribir e'tibor beryapman, ko'pchilikka qiziqmasda bu analiz, baribir g'oyalar ko'pchilikka qiziqmasda. Yo'q, qiziq bo'ladi. Qiziq bo'libdi, aytavering, Jasur yozib olamiz. Bir xilla anonay deydida, bir xilla ertakda eshitiladida, chunki ular ertakchilarni ko'p ko'rganda. Lekin mazmunini hech kim tushuntirib bermaydi. Sizlarga bunaqa analiz beraman, bozor nima uchun. Ko'p ma'lumot beradi. Chunki fikrlash muhim bu sohada. Xo'p, deylikda oldimi? Deylikda olgandan keyin nechta struktura shakllandi bozorda? 1 tushdi, 2 tushdi, 3 tushdi, to'g'rimi? 3 ta tushdimi? Men tushunaman. 3 ta tushgan struktura bozorda sizlarga bitta trend o'rgatgandim, misol. Bu qaysi trend? Shohstopa. Sardor aka, bu qaysi trend bu? Davom ettiring. Bu nima berdi sizlarga? Bu nima? Bay berdi-ku. Qanday selkirasiz? Savol. Yo'q, sel bo'yicha ham qarang, Jasur aka, ana siz o'rgatgan bo'yicha tasdiq bo'lsa, selga ham ketishi mumkin, to'g'rimi? Ichiga kirmadi-da. Ichiga kirsa gaplashardi. Hozir bu sel ketish uchun nima qilish kerak, bilasizmi? O'sha hashpaga aka narsa qilish kerak. Tez kelsa ketish kerak. Lekin eshitib bermadi bozor. Hozir hashpura aytgan tema endi bo'lish kerak. Endi bu yerda boshqacha aytyapman, boshqacha fikrlaymiz. Xo'p, bu buni olibdi. Bozorga qiziq nuqta. Oppa. Mana shu qiziq nuqta, juda qiziq nuqta lekin. Xo'p, yaxshi. Go'zal. Yaxshi emas, go'zal bu. Bozorda bugun mana bu yechilish ehtimoli katta. Buni ham aytib qo'yaman. 4120 narx yechilish ehtimoli katta. Hujum bo'ladi bugun. Bozorga qiziq. Aktual narxi bugun bu yerda joylashdi. Bugungi narximiz shu yerda. Bu qaysi time frame? H4. Ko'k qilib qo'yamiz buni. Ko'k xunga qora tursin. Xo'p. Bozor qaysi narxda sindirdi? Shu narxdami? Eng xavfli zona mana shu. Zonani filtrlaymiz baribir, ichigacha filtrlab o'taman. Просто mana zonalarni kichiklashtiraman hozir. Lekin endi bu joyini tashlab bo'lmaydi-da. Abdulloh aka, yo'qlarni kesadiganimizni tashlashimiz xato. Shunaqa aka, har kim kesishni o'zi o'rganish kerak. O'zi o'rgansin. O'zi o'rgansin. Nima uchun? Nimaga men любой zonani
zona deb olmayapman. Ha? Nima uchun mana bu ham zonalar bor-ku, nima uchun olmayapman buni? Nima deysizlar? Nima uchun olmayapman? O'zimnikilardan so'ramaydi, endi o'zimnikilar biladi nima uchunligini. Ha, Ozodbek, nima deysiz? Red liniyani buzdi-yu, shuni hisobiga ko'paytirishga ta'minlan. Bu yerda ham zona bor-ku lekin, bu yerda ham zonalar bor-ku, bu yoqda ham zona bor, support zonalar bor, resistance zona bor. Nima uchun buzib ketadi deysiz? Nima uchun buzish kerak? Nima uchun? Bugungi bozorda qiziq narxi shu. Tilloniki. Endi qaraysiz, zapsda eshitasizlar. Sizlarga bitta tarif aytib ketaman. Hozir shu polni tarif, shu bozor uchun polni tarif aytaman. Agar bozor shu hayda yechgandan keyin, ya'ni qaysi hay? Agarda bozor shu hayda yechgandan keyin mana shu nuqtalarda, mana qo'yaylik. Mana qo'yaman. Bu scalping zona bo'lib qoladi, lekin kuchli sel yurish ehtimoli katta bo'ladi. Uni yashil qilib qo'yaman. Sababini eshitdingizlar. Agar bozor high bor, low bor, high bor, lekin zonani olmadi, narxini olmadi va qaytdi. Shu narxni yechib qo'ysa, urg'u beryapman, to'g'rimi? Shu narxni yechib qo'ysa, mening ssenariyim o'zgaradi. Bu ssenariyga ko'chaman va undan keyin yasalgan lowda kuchli sel qachon bo'lishini tushuntiryapman. Buzsa, bormi bu yerda bo'lsa? Shuni buzib qo'ysam mayli. M30H bilan bo'lar ekan. Bitta uradi. Kuchli selni aytyapman men sizlarga qachon bo'lishini. 2 mana shu narsa bo'ladi. Men kutaydigan narsam. Tushundingizmi? Kimdir tushunmagan bo'lsa aytingizlar, tushunmadim. Kim tushunmadi? Muslim aka tushundingizmi? Farid aka, yana kim bu? Sardor akalar tushundi, ularga aytishni hojat yo'q. To'g'rimi, Sardor aka? Xo'p, bu yerda bitta temasi bor bozorda. Bozorda maqsadi qayer, bilasizlarmi? Bozorda mana bu maqsadi. 4100 da test qilish kerak bozor. Bozorda eng oliy maqsadi bugungi kunda, eng oliy maqsadi agarda qachon bu maqsad amalga oshadi? Qachonki 4168 narx sinsa amalga oshadi. Xo'p, bitta 3 soatlik time frame ham qaraymiz. Shu analiz bo'layotgan haftalik analiz. Sizlarga qilib berilgan vaqtda mana bu nima deb aytilgandi? Ha? Haftalik deb aytiladi. Bozor ochilgan vaqtda aytildimi? Bu dushanba kuni qilib berilgan analiz. Bu haftalik narx, bu haftalik narx. Qaysi narxga keldi birinchi? Pastdagi narxga keldi, yuqoridagi haftalik narxga chiqdi. Bironta joy o'zgarganmi shu analizda? Shohroqbek, Asadbek o'zgarmaydi. Isbot kerak-ku hammaga. Mana sizlarga isbot. Bozorda haftalik qanaqa ishlaydi? Haftalik hujumlar qanaqa bo'lishi? Sizlarga dushanba kuni haftalik analiz qilib beriladi. Bugun kun yopilsa, oylik analiz qilib beraman dushanba kuni, xudo xolasa. Sog' salomat bo'lsak, dushanba kuni oylik analiz bo'ladi. 1 oy bo'ladi o'sha narx. O'shaning ichida yuradi-da. Oy yo'q. Lishidan oldin Instagramga chiqib karlab yotibdilar-ku, iyulga bay yuradi deb to'xtamay bay yuradi. Yurish mumkin. Nima yana erta yopilsa, bugun yopilsa yo'q-ku, tasdiq yo'q joydan karlayotdilar-da. Ikkita impuls bo'lsa bo'ladi-ku bizga. Bizda mana ikkita impuls yursa, hamma fikr o'zgaradi, bay-baylar deydi. Keyin butun oyni gapiryapti bachada, butun oyni. Bilmadim. Hali bozor yopilsa aytaraman. Bugun yopilmasa ayta olmayman men ham. Oylik yopildimi? Ha? Hali yopilmadi-ku. Bitta unaqa o'tingchi.
Yana bitta o'tadi. Ana shuni urish kerak. Shu bugungi kunni qilar ekanda o'zi. Bo'lana shu. Bugun yopilsa, Hikmatilla. O'sha Bugun bugun ham shuni gaplashdik-ku, haftalik yopilsa bitta pastga qo'shimcha bo'ladi bizda, keyin gapirib bilaman. Agar men naqd aytaman, agar bozor 4230 da yopilsa, zapislarim ketyapti. Bozor 4230 da yopilsa, keyingi ko'proq bay uchun deyapman. Qisqa atkat sel bo'ladi, kuchli impulsda bay bo'ladi. Faqat shu ham yopilsa, shu narxda yopilsa, eslaringizda qolsa. 4230 da yopilsa, sel ishlayman, ishlamayman emas, ishlayman, qisqa bo'ladi. Katta impulslar bayga ushlayman. Tushundingizmi? Kim tushunmadi? Bayzon. Bo'ldi. Analiz qilib qo'yaymi? Zapis o'chiray. Mayli,